Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Behruzbek va bizning bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Bugun biz Minecraftni qanday qilib Java qilishni o'rganamiz. Boshladik. Bundan oldin biz mana bu Moja Launcher degan ilovani sotib olamiz. Albatta Play Marketdan yoki Poja Launcherni sotib olsangiz ham bo'ladi va ilovaga kiramiz. Bundan oldin sizdan login so'raydi do'stlar. Shu xohlagan ismingizni yozasizda, loginning ustiga bosasiz va ilovaning ichiga kirasiz. Keyin esa mana bunday 1.12.2 degan versiya chiqadi. Play degan tugmani bosasiz va 1 daqiqa kutib turasiz. Mana Minecraftga kirdi do'stlar. Nasrolka, men bu ilovaga avval kirib ko'rganman. Siz ham nasrolkalarni to'g'rilab o'zingiz xohlagandek qilsangiz bo'ladi do'stlar. Mana Mojang. Hozir o'yinga kiradi do'stlar. Mana o'yinga kirdi. Minecraft Java Edition. Single player bosamiz va men hardcore rejimidan shot ochib qo'ygandim. Shuni ustiga bosaman. Mana o'yinga kirdi. Mana do'stlar, Java. Hardcore yurakchalariga qarang. Bu juda ham qo'rqinchli. Mana bunda esa o'rgimchak. Mana do'stlar. Mana ko'rganingizdek biz Javaga ulanib oldik. Mana do'stlar, biz Javaga ulanib oldik. Ko'rganimizdek, bunda bolta rostdan ham ko'p o'rin olar ekan. Oddiy temir bolta 9 o'rin olyapti do'stlar. Bu juda ham ajoyib. Shunday qilib do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men hali juda ham ko'p videolarni chiqarishni davom etaman do'stlar.